Bugun men sizga Fred McFaddenning One by One treylerini sizga tanishtiraman. Bu kitobda bir guruh odamlar tog'dagi uyda qolib ketishadi va ular birma-bir yo'qolib boradi. Bu sirli voqeada har bir qadamda o'quvchi kimga ishonishni bilmaydi. Muallif o'quvchini doimiy shubha ostida ushlab turadi. Bu kitobda menga yoqqan jumlalardan biri kimdir hayotda qolish uchun haqiqatni topishi kerak. Lekin haqiqat qanchalik xavfli bo'lsa, uni topish shunchalik qiyin. Va bu kitobda shunga o'xshash ta'sirli jumlalar juda ko'p. Keling, yana bittasini o'qib beraman. Hamma narsa nazorat ostida deb o'ylaganimda, o'zim ham navbatdagi qurbon ekanligimni bilmasdim. Agar sizga sirli voqealar, kutilmagan burilishlar va agar sizga sirli voqealar, kutilmagan burilishlar va oxirigacha o'ylantirib qo'yadigan kitoblar yoqsa, unda bu kitob aynan siz uchun.